أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz Allah subhanahu teala'nın fazl ihsan ve inayetle okumakçı olan dersimiz Et-Tefsirul Müyesser. Muşu tefsirden ders kan bulup bunun biz 84. ayet kepikemiz Sür Bakar'ın 84. ayetine. Keyenin üzerine davamlaştırışımız inşallah. Allah'ın yardım bilen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ayet-i Kerime'nin kıskısı tercümesi. Öz vaqtida bir-biringlarning qinini tökmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ldirdinglar. İçinlardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asirga tushib kelsa, fidya berib qutqizib olsizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-yu, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qilishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan
g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yenikitilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdiq. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'ngilga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilavermaslar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Yana bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz parlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyatda oz. Xo'sh, وإذا أخذنا ميثاقكم واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا في التوراة يحرم سفك بعضكم دم بعض وإخراج بعضكم بعضا من دياركم ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على صحته ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم ويتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم في تحريرهم من الأسر بدفع الفدية مع أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم ما أقبح ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها فليس جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا ويوم القيامة ويوم القي... ويوم القيامة يردهم الله إلى أفظع العذاب في النار وما الله بغافل عما تعملون واذكروا يا بني إسرائيل وإذ أخذنا يعني وإذ يعني يديت الله أسلم الله أي يعقوب عليه السلام'ның balları öz vaqtida sizlardimizcha nihoyatda Tavrat haqida mustahkam bir ahd oldik, ahdi misoq oldik. Mushni aslanglar. Harom qildi bu Tavrat sizlarning ba'ziniki ba'zining qinni to'kishni va sizlarning ba'zinglar ba'zini uy makonlaridan quvlab chiqarishni harom qildi. Onu özünü itiraf qantinglar. Sizlar aş ahvolning durust ekanlik shohid bo'lgantinglar deydi. Anandigin sizlar hey bani Isroil summantum ya haulay. Anandigin sizlar ya hey ya haulay hey bani Isroil keyin ya haula yaqtulu ba'dukum ba'da. Yani öldürdü. Sizlarning ba'zini öldürdü. Ve chiqirvadi sizlarning ba'zinglar ba'zisini o'zining uy makonlaridan chiqirvadi. Va har bir guruh sizlardan o'zininkicha kuchlanadi. Har guruh sizlardan o'zinincha qarindoshlarga dushmanlik qilishdan kuchlanadi. Uning qarshi chiqish va dushmanlik qilish uchun. Agar sizlarga bir əsir kelib qalsa, düşmənlərinin qolu bir əsir kelib qalsa, o əsirni azad qilish üçün hərəkət qıldыңlar. Məsələn, fidyə verişlər,
Şundaq turuqluqki, sizlarga ularni o'zlarining uy makonlarini qo'g'lab chiqarish bu harom qilingandi. Harom qilingan o'yu, ammo u bu jihatdan sizlar ularni uy makonlarini harom qo'g'lab chiqarsizlar, yen bir yoqdan asir kuchib qolganlarni ozod qilish uchun harakat qilsizlar. Ma aqbaha ma tafalun. Nim sat qilayotganda, sizlar qilayotgan ishlarni nima shundoq satlashtirayotganda, kitob Tavratningki hukmlaridan ba'zisiga iymon keltirsizlar va uning ba'zisi uchun kofir bo'lsizlar. Nima satlashtirayotganda bu ishinglarni dedi. Bu shu ishlarni qilgan odamning jazosi, lekin lam xorliq va rasvolik dunyoda. Va qiyomatda Alloh subhanahu va taolo ularni uchun eng qattiq shundoq nima echinishli azobga, mushnunga qaytirdi. Oxir shu bo'ladi. Alloh sizlarning qilmishinglardan hargiz g'ofil emas deydi. Ulaika humul lazina asarul hayatad dunya alal akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu ve leysa lahum nasirun yansuruhum min azabillah. ولقد آت ولقد أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحات وقويناه بجبريل عليه السلام أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا. Elbette biz Musa aleyhissalatu vesselam'a Tevrat'ını verdik. Ve bu Musa aleyhisselam'a Beni İsrail'den nurgun peygamber keltirdik için. Beni İsrail halkıdın. Ve biz İsa aleyhisselam'a röşen şunda mucizlerini verdik. Ve bunu Cibril aleyhisselam bilen kollap, kuvvetlep, güçlendirdik. Her vaqtda sizlarga Allah tarafından bu peygamber bir vahiy bilen kelsa, bu vahiy sizlarninki xohishingizga uygun kelmay qilib qolsa, sizlarchu bu vahiyga biroz cho'ngchillik qildinglar. O'zingni shundoq ustun sanab, oliy sanab oldinglar, cho'ngchillik qildinglar. Bir guruh kishilarni o'ldirdinglar va yana bir guruhlarni yolg'onga chiqardinglar deydi. وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغطاة لا ينفذ إليها قولك وليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جهودهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. Beni İsrail halkı şunada Allah'ın peygamberi olan Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'e bizning kalplerimiz perlengen, o'ralgan, yepetilgan deb, mugatta, o'ralgan. Mana onun sizning so'zing o'tmaydi, bam deb mana dedi. Ve leysel emru kemedda'u. İş ula dava kandak undak emas. Belkim ularning qalblaricha la'nat qilingan, la'natgar bo'lgan qalb u. Ham u qalblarcha pechtirilgan qalb u. Ular Allohning rahmatidan ularning tuzkorlik qilish sababi bilan ularning tenib olish, Allohning kecho rahmati tanish sababi bilan Allohning rahmatidan qo'g'lan bo'lgan maxluq ular. Iymon keltirmaydi ular. Lekin ularga hech qanday foyda qilmaydigan ozgina bir iymon keltirdi deydi. Xo'sh, buni odamda oyat karimlar papariqan kazzabtum va pariqan taqtulun deydi. Bundan maf'ulun bi ilgiri keltirildi. Bir pariqini yolg'on chiqirsizlar va bir pariqini o'ltirsizlar. Nima uchun deganda bu
Mesela bu anlığa adamni nim qilish uchun bir tashviq qilish uchun yoki ehtimomni jahtidan maf'ulun bihni ilgari keltirishi bu yerda ehtimomni jahtidan va anlığa adamni chu ular masalan ularga birilgan ular mubtalo bo'ladigan narsaga qiziqtirish uchun bu yerda papariqan kazzabtum va pariqan taqtulun. Bu ikki pilda kazzabtum taqtulun degan pildan o'zida fariqandan iborat maf'ulun bihni ilgari keltirildi. Xo'sh, bugungi darsimiz vaqt e'tibori bilan mushundan kifoyalanamiz. Inshaalloh darsimizning davomi keyingi vaqt bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.